Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov Turkiya Superligasidagi o'yinlari bilan yangi jamoasi Istanbul Başakşehirga to'liq moslashib olganini namoyish qila boshladi. Istanbulliklar 30 yoshli hujumchimizni Romadan keyinchalik to'liq transfer qilish huquqi bilan bir mavsumga ijaraga olgan edi. Tajribali forvardning ijarasi turk klubiga 3 million yevroga tushdi. Eldorga Superligaga to'liq kirishib ketish uchun chempionatning ikkita o'yini kifoya qildi. Shomurodov Turkiya yuqori divizionidagi 3-uchrashuvda mashhur klub Beshiktosh darvozasini ishg'ol qilib, gollar hisobini ochdi. Keyin Alyanspor va Konyasporga bittadan gol urdi. Oxirgi 4 ta o'yinda hamyurtimiz 3 ta gol va bitta assist qayd etdi. Bu ko'rsatkichlar Eldorni liga to'purarlari kurashiga qo'shdi. Qizig'i shundaki, Superliga to'purarlari poygasida asosan o'z vaqtida Yevropaning top ligalarida porlagan yulduzlar o'zaro raqobatlashmoqda. Unda hozirgacha 5 tadan to'p kiritgan Trabzonspor hujumchisi Paul Onuachi va Galatasaray yulduzi Mauro Icardi yetakchilik qilmoqda. Nigeriyalik o'yinchi ilgari Angliya Premier Ligasidagi Southampton sharafini himoya qilgan. Argentinalik Icardi esa Sampdoria, Inter, Paris Saint-Germainda porlagan. Eslatib o'tamiz, Istanbul Başakşehir futbolchilari Turkiya chempionatidagi navbatdagi uchrashuvni 5 oktyabr kuni safarda Göztepe jamoasiga qarshi o'tkazadi.